o'yinga o'yindan keyin to'xtalamiz. O'yin boshlandi. Birinchi qarshi 2022 jamoasi Zafar Davronning holatida Makaron kalla nok holatida bu 22 endi menimcha o'zlarini niklarini yozishmagan mana. Ramzes o'z nikida, ya'ni Zabudu bu hozir aniqlashtirib olamiz. O'yin davomida aniqlashtirib olamiz albatta va Lapar jamoasi o'yinchilari juda tezlik bilan birinchi raundni berib qo'yishmoqda. Xo'p do'stlar, ko'rib turganimizdek 14 ta raund davom etadi va hozircha endi ikkinchi raund ham start oldi. Ramzes anchagina yaqin kelib oldi raqiblar tomonlama. Ramzes o'zi ancha ochiq o'yin ko'rsatmoqda. Xuddiki birinchi raundda ham ko'rdik. Hech qanday qo'rquv yo'q. Uni xuddiki bugun hech kim to'xtata ololmagandek. Ramzes xayashkalar uloqtirishni boshladi. Lapar Davronning holatiga uchratildi. Dinay esa hozircha ortdan turib spreylar ajoyib coverlar bor. Nokmi hozir Ramzes nima qilib tashlayapti? O'zini xuddi PMC va PMGC o'yinlarida ishtirok etayotgandek tutayotganligini ko'rishimiz mumkin. Lapar o'yinchisi Crash hozir Ramzesga qarshi, lekin ya'ni Zabudu Ramzesga ortdan yordamlashib yubordi va 2-0 hisob. 2-0. Juda ham tez va siz boyaginazdek aytib o'tganingizdek 2022 men shunchalik qiyinchilik ham uchramaydi degan edingiz. Shu xuddi o'sha so'zlaringiz o'z so'zini aytmoqda hozircha va bizda esa 3-raund start olganligini ko'rib turibmiz. Niklar esa 2022 da biroz keyin bilib oladi. Aynan qaysi o'yinchi, qaysi biri Dinay, qaysi biri Aslanboy, qaysi biri Makaron kalla bu Hasan Pekkej. Menimcha tushunib oldik. Crash o'ziniki bilan hozir ajoyib zajim Lapar Davron bir o'yinchini, ya'ni Zabuduni nok holatiga keltiryapti. Ramzes transportga o'tirdi va burchakka olish uchun yetib keldi. Juda ham low HP da. Aynan uni pozitsiyasiga Hasan Pekkej bosim uyushtiryapti. Hozir birga bir fight ko'ramiz. Ikki o'yinchi hammasi low HP edi va Hasan Pekkejning qo'li balandroq kelyapti. Ramzes nok holatida Ramzesni ko'tarib ola olmaydi sheriklar. Sababi aynan o'sha pozitsiyadan biroz uzoqroqda joylashib turishgan edi. Hasan Pekkej pozitsiyasiga granata ajoyib yetib keldi-yu, lekin nokgacha yetarli bo'lmadi. 3-3 fight ko'ramiz jamoalar ishtirokida. Yo'q, to'g'riga 3. Lapar Davronning hozircha yo'qotishlari yo'q. Mana bu qayashga bitta nok ham bo'ldi. Lapar Davronning hozircha nok holatiga uchragan o'yinchi bor. Va sekin-astalik bilan burchak olishni boshlash kerak 2022 tim jamoasi o'yinchilari va shuni harakatini ham boshlashayotganligini ko'rib turibmiz. Dimlar uloqtirildi. Ramzes esa maksimal darajada hozircha o'z jamoadoshlariga informatsiyalar berishga harakat qilib ko'radi. Ya'ni Zabudu o'z yurishini boshlagan va Makaron tomonidan noholatga uchratilmoqda. Qolgan o'yinchilarni ham hozir parishlar berishga harakat qilib ko'radi. Dimlar ichiga spreylar uloqtirish boshlandi. Makaron davom ettirmoqda. Hozir o'z raqibini yana bir raqibini holatga uchratib qo'yishi mumkin edi, lekin yo'q, spreyni boshqa yo'nalishga jo'natib yuborganligini ko'rmoqdamiz, lekin Dinay oxir-oqibat baribir ham holatga uchratildi. Hozir mana endi qiyinchiliklarga duch kelishyapti 2022 jamoasi, ya'ni Zabudu yana nok holatida hozirgina Marishkani ko'tarib olgan edi va Marishkani o'zi ham juda ham qiyin vaziyatga tushib qoldi va birinchi ochkoni qo'lga kiritishyapti. Degani 10 raunddan keyin bilaman. O'zi birinchi 8 da qo'lga kiritib olgan jamoa g'alabani qo'lga kiritib ketishi mumkin va Everestda yana janglar ko'rishimiz mumkin. Tezlik bilan yakunlab qo'yishmoqda 2022 tim jamoasi o'yinchilari. To'g'ri. Mana shunday holat bo'lishi mumkin. Va yana bir raund boshlandi. Hasan Pekkejning holatida Ramzes hozircha o'z raqibi pozitsiyasini o'rganyapti, qidiryapti. Bonika Hasan Pekkejni ko'tarib olish uchun yo'l oldi. Aynan Lapar o'yinchilari pozitsiyasiga 2022 jamoasi o'yinchilari tomonidan granatalar uchib kelayotganida Crash ajoyib tarzda raqibini nok holatiga keltirdi va o'z pozitsiyasini o'zgartirish uchun harakat qilmoqda. Aslanboy hozir burchak olganini ko'rishimiz mumkin. Juda ham yaqin kelib oldi raqiblariga va u nok holatiga keltirilmoqda. Lapar o'yinchilari low HP da ehtiyot bo'lishlari kerak. Yuqorida Marishka o'z sherigini ko'tarib olganligini ko'rishimiz mumkin. Ramzesdan yana bir nok, Hasan Pekkej nok holatiga keltirildi va shu zahoti dabit qilib yuborilyapti. Ikkita o'yinchi qoldi Lapar jamoasida.
Crash Bonika bilan birgalikda. Bonika noqolat kuchatildi. Aslanboy ham shu timing bilan qayerga uloqtirib olganligini ko'rib turibmiz. Bonika noqolat kuchatilmoqda. Ramzes birozgina ortga qochishga majbur, chunki Lokomotiv o'yinchilari bosim o'tkazishni boshlashmoqda. Ular ham Ramzes spreylari bo'ldi. O'z raqibini noqolat kuchatib qo'ydi va Lokomotiv o'yinchilari endilikda duo holatida qolib ketishmoqda. Bonikani hech qanday qutqarib olisha olmaydi. Makaron Makaron ham holatiga uchratildi va Ramzesdan klach ko'ramizmi degan moqchi edimki, lekin yo'q. Finda o'z yakuniga yetkazib qo'ydi va bu o'yinchi bor. Marishka mana shu ish bilan shug'ullanyapti ko'p vaziyatlarda. Yana bir raund start oldi do'stlar. Ramzes o'z HP-larini yaxshi ko'rinishga, to'liq ko'rinishga keltirib olyapti va sekin-asta bosimni amalga oshirishi mumkin. Davron nok holatida, endi nok holatidagi o'yinchilar 2 kishini tashkil etadi. Lapar jamoasida Bonika hamda adashmasam Hasanbekov qoldi. Yana bir nok yoki dabit qilib yuboryapti. Hattoki Ramzes hozir biroz oshirib yubordi. Endi bu yerda erkalab ketdi Aslanboy va mana o'sha erkalikning oqibatida hozir bir ochkoni boy berishdi. Shuning uchun ham bemalol his qilayotgan bo'lishlari mumkin. Yana bir boshqa pozitsiyadagi round fight start olyapti. 2022 jamoasi o'yinchilari raundda, ya'ni safe pozitsiyada, Lapar o'yinchilari esa tashqaridan aynan mana shu pozitsiyani tortib olish uchun fight olib boshladi. Marishka nok holatiga keltirildi. Shu zahotda dabit qilib yuborildi. Lapar o'yinchilari o'zlarida ishonch paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Aslanboy ajoyib. Davron Bonika! Omad keldi hozir. Aslanboy nok holatiga keltira olmadi. Davron kirmoqchi, lekin Aslanboy kutib olish uchun tayyor. Crash dabit qilib yuborilyapti. Va bittagina Davron qoldimi hozir Lapar jamoasida? Menimcha shunaqa. Aslanboy va Fin o'sha legendarniy duo va o'z masofani uzoqlashtiryapti. Bu juda ham to'g'ri qaror. Uzoqroqdan o'yinchilarni bitta albatta nok holatiga keltirishi mumkin. Ustiga ustak mana bunday safe pozitsiyaga Compoundga yetib kelib olganligi unga ustunlik berish ehtimoli yo'q emas. Setaplarni ko'rishingiz mumkin. Bilan harakat qilyapti Lapar. Davron hozir yana nok qabul qilib olishi mumkin. Ko'ramiz. To'rga bir fight, lekin Lapar jamoasi o'yinchilarida menimcha transport bilan muammolar bor. Fin emulyatorchi bo'lgan deb ta'kidlab o'tgan edik va u aynan kompyuterda mana shu o'yinni o'tkazyapti. Bizga aynan kadrlar namoyish etib o'tildi va juda ham qiziq va yana bir shu o'yinchiga, ya'ni Bonikaga e'tibor qaratdim boya. Bonika telefonda o'ynar ekan. Ko'p, ya'ni content makerlar, streamerlar ko'proq shu planshetda o'ynashadi, foydalanishadi planshetlardan, lekin albatta telefonda o'ynayotganligi bu e'tiborga sazovor jihati. Streamlarda lekin planshetdan harakat qilib turadi. Lekin bugun professional o'yin ko'rsatay deb kelgan menimcha, o'shaning uchun aynan bu karta g'olibiga aylanishlari mumkin. Hozir agar Lapar o'yinchilari ochkolarni tortib olishda davom etsa, nok holatida javob tariqasida Ramzes Davronni nok holatiga keltirdi va Hasanbekov pozitsiyasiga qo'shni amalga oshiryapti. Hasanbekov ham nok holatiga keltirildi. Ramzesni mana endi yana uyg'onayotganligini ko'rishimiz mumkin. Hasanbekov dabit qilib yuborildi. Bonika hamda Crash qolayotganligini ko'rishimiz mumkin. 2 fight ekan. Marishka hamda Fin ham yopilib ketgan. Crashni Ramzes ajoyib tarzda mana bu barmoqlari bilan mana shu device bilan nok holatiga keltirdi va birgina Bonika qolyapti. Ko'ramiz Bonika nima qila olar ekan. Ramzes o'z raqibini Crashni dabit qilib yubordi. 2 ga 1 fight bo'ladi. Bonikaga ketdi hozir. Qiyin. Uddaladi. Compound ortida bo'lib o'tgan fightda. Va bizda 12-raund. 12-raund 8-3 hisob. Lapar jamoasi o'yinchilari anchagina ortda qolib ketgan. Ramzes yana ochiq maydonda, yana katta sahnada.
qayerga uloqtirishni boshlamoqda Lapar Davron jamoasi o'yinchilari tomonlama. Lapar Davron esa yana nok holatida. Crash juda ham low HP holatda, Crash tomonlama bosim boshlangan. Crash o'zi sog'liq holatida qolib ketmoqda. Menimcha bo'ldi, yakunlanadi hozir. Voy, nima qilishmoqchi? Skоворodkami? Yo'q. 14 ta raundning oxirigacha tomosha qilamiz do'stlar. Marishka Ramzes, Marishkani tushirib olishdi transportdan. Ramzes endi albatta o'ch olish uchun mana bunday pushlarni amalga oshiradi. Juda ham beboshda raqiblarni yana bir raundga biz yetib kelyapmiz. 14-chi, ya'ni oxirgi raund bo'lib o'tadi. Jamoalar o'rtasida hisob esa 3-10. Lapar jamoasi o'sha raundni o'z hisobiga yozib olishga muvaffaq bo'ldi. Endi o'yinlar oldidan baribir fikrlar bildirib o'tgan edik. 2022 jamoasini qo'li balandroq ko'rinyapti deb, Marishka nok holatida, Davron ham nok holatida. Hozir Marishkani ko'tarib olishadi. Yo'q, Davron nok holatida emas ekan, yoki nokmi? Yo'q, Marishkani ko'tarib o'zman timing ham yo'qotishmoqchi emas 2022 jamoasi o'yinchilari. Va qayerga uloqtirish boshlandi. Yana bitta nok amalga oshirilmoqda. Lapar jamoasi o'yinchilaridan Boynika ham nok holatiga uchratildi va so'nggi o'yinchi Makaron qiyin bu yerda hozir qiyin, juda ham qiyin va bo'ldi. 2022 tim jamoasi o'yinchilari winner qo'liga kiritib chiqmoqda. Albatta, ajoyib to'qnashuvni biz guvohiga aylandik. Mana bu jamoa, ya'ni 2022 jamoasi